Premium kачествоda yana bitta obuvimizni sizlarga ko'rsatmoqchiman. Bu sizlar Instagramda 160 mingga ko'rayotgan New Balance brendi emas, kачествolarini, korobka dokumentlarini ko'rsanglar bo'ladi. Lipuchkali, juda ham chiroyli, udobni, eng kачествоsi zo'r bo'lgan modelimizni stelkalari olinadi. Bu ham premium kачествоda. Mana orqalaridan ham agar oyog'iga to'g'ri kelmasa, kengaytirib olsanglar bo'ladi. Bemalol, juda ham udobni model. Kачество ham juda ham cho'tki bo'ladi. Mana bu massajli stelkada. Oyog'ini ingichkaroq ko'rsatadi, udobniy bo'ladi, lегкий bo'ladi. Bu takoy bo'yi past qizlarga ham zo'r turadi, baland qilib qo'yadi. Klassika kiyimlar bilan ham, sport kiyimlari bilan ham juda ham chiroyli uslublarni yaratib beradi. Buni ikki xil rasvetkasi bor. Bizda qora bilan qora serebro kombinatsiya qilingan varianti. Mana bu setkalari letniy setka hisoblanmaydi. Bu уже осенний-весенний variant. Даже qishda kiysanglar ham bular oyog'ingizdan suv o'tkazmaydi. Bizda bu brendda qaranglar, 3 ta rasvetkasi bor, qorasi bor, serisi bor. Bunaqa asfaltning rangidan bor. 3 xil rasvetkada bunisi kelgan, bunisi 2 xil rasvetkada kelgan. Narxlari 650 ming so'm chiqadi. Hozir skidkada 500 ming so'mdan olsanglar bo'ladi.